kurs yaratishda ham o'zini qanaqadir qoidalari bor, qanaqa tamoyillari bor. Oldinroq aytganimizdek, bizani onlayn maktabimiz, bizani barcha kurslarimiz o'quvchiga natija beradigan, natijaga olib boradigan kurslar yaratish. Endi qarang, birinchi tamoyilga o'tadigan bo'lsak, sizda masalan o'sha Alisherda mana fizika bo'yicha onlayn maktab, har bir kursda faqat bitta maqsad qo'yamiz. Ya'ni o'sha Alisher fizika fani haqida bitta kurs emas, bitta katta kurs emas, balki turli o'sha blok mavzulari bo'yicha har xil kurslar qilgani ma'qul. Nimaga? Chunki agar bitta katta o'sha 50 ta modul, 200 ta dars qilgandan ko'ra, misol tariqasida kichkinaroq darslar, kichkinaroq o'sha kamroq bo'lgan modullar, kamroq bo'lgan darslarni qilganingiz ma'qulroq. Nimaga? Chunki bitta kurs bitta ko'nikmaga yoki bitta qanaqadir o'sha bitta ko'nikmaga olib boradi. Shuning uchun katta kurs emas, kichkinaroq, lekin bitta maqsadda qilingan kurs. Ikkinchisi yaratish tuzilmasi. Ya'ni qilayotganingizda albatta birinchi navbatda natija, ya'ni qaysi natijaga o'quvchi boradi o'zi, undan keyin biza o'sha modullarni qilishni boshlaymiz, undan keyin darslar yaratishni va keyinchalik uyga vazifalar. Albatta nazariya va amaliyot balansi. Ya'ni 30% nazariy, 70% amaliy misollar qilib qo'yganmiz. Nazariya faqat berayotganimizda ko'pchilik o'quvchilar endi o'zini sinab ko'rmasa, agar o'zi mana shu amaliyotda qilib ko'rmasa, albatta bu o'sha aytib bergan nazariyangiz tushunishi qiyinroq bo'ladi. Va shuning uchun albatta uyga vazifalar, topshiriqlar hammasini kursga qo'shish albatta qo'shish kerak bo'ladi. Va oxirida har bir dars kichik g'alaba. Ya'ni agar siz oldindan o'sha kursingiz qilayotganingizda oldindan o'ylab ko'rsangiz, o'sha agar mana shu darslarimni o'tishsa qanaqadir kichkina bonus beraman deb o'ylab ko'rsangiz, bu o'quvchilaringiz uchun qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Shunda siz o'quvchilaringizni sal ko'proq o'zingizga diqqatini jalb qilishingiz mumkin. Keling endi mana shunaqa tamoyillarga oid bo'lgan kurs yaratib ko'ramiz platformada tez o'sha qisqacha qanaqa qilib qilinishini ko'rib chiqamiz va keyinchalik keyingi bloklarga o'tishimiz mumkin. Endi men yana translyatsiyani yoqaman. Hop, bo'ldi. Kurs maktabga qaytdik. Endi aytganimdek, mana bu yerdagi katalogni to'ldirish uchun biza nima qilishimiz kerak? Har bitta bo'lim o'ng tomondagi qaysidir funksionalga nimadir chiqishiga javob beradi. Biz agarda shu katalogga kursingizni chiqarmoqchi bo'lsak, mahsulotlarga o'tamiz. Mahsulotlarda ko'rib turganingizdek, hozir video kurs yo'q. Video kursni o'zini yaratishimiz kerak bo'ladi. Yaratganimizda biz bu yerga nomini kiritamiz. Deylik, dinamika va statika asoslari. Va bu yerda pullik va bepul degan formatlari bor. Bu nima degani? Bepul degani, tabiiyki agarda o'quvchingiz kursni bepulga olmoqchi bo'lsa, bepul yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Buni maqsadi marketing tomonlama o'quvchini ishonchini e, yaratishga kerak bo'ladi. Pullik qilganingizda siz kursingizda tariflarni qo'shishingiz bo'ladi. Pullik qilganingizda o'quvchilaringiz o'zi sotib olib turib, o'zi kirib borishi mumkin bo'ladi. Hozircha pullikni yaratamiz. Va ko'rib turganingizdek, kursni o'zi yaratildi. O'zi ta'lim logikasi bo'yicha kursning ichida modul bo'ladi, modulning ichida dars va darsning ichida uyga vazifa chiqib keladi. Biz hozir kursni yaratdik, ichiga endi modul qo'shishimiz kerak bo'ladi. Modul yaratish. Ko'rib turganingizdek, birinchi modul yaratildi. Va ichidan yana darslarni qo'shib o'tishimiz kerak bo'ladi. Deylik, ikkita dars hozircha yaratamiz. Endi bizda nima ko'rinyapti? Mundariga, ya'ni bu yerdagi tarkibini ichini ham to'ldirib chiqamiz, lekin o'ng tomonda bizda kursning ichidagi sozlamalari chiqib keldi. Content, buni sozlamalari, ishga tushirishlar va tariflar, promokodlar va qolganlari. Bularni aytganimdek muhimlarini ko'rib chiqamiz. Qolganlari bo'yicha bizda alohida instruksiyalar bor va biz jonli tarzda o'zimiz ham sozlab bersak bo'ladi alohida, agarda bunga zaruriyat bo'lsa. Biz hozir birinchi modulni o'zini ochamiz va bu yerdan modulning nomi deylik, modul 1 deylik. Va shu bilan bo'ldi. Biz hozir nimani ko'ryapmizki, bu yerda qisqacha ta'rifi bor. Ta'rifni qo'shsak bo'ladi, lekin hozircha zaruriyat bo'lmaganligi uchun buni qoldirib ketsak bo'ladi. Kontenti bor modul hozir bizga kerak emas va pastdan mana shu modulni obloshkasini hozir yuklab qo'yamiz. Va bu yerdan modul 1 deylik, mana buni hozircha yuklasak bo'ladi. Agar to'g'ri yuklangan bo'lsa.
Xo'p, endi qaytsak bo'ladi. Modulni o'zi oformlangan bo'ldi. Pastdan endi darsni o'ziga kiramiz. Darsning nomi bizda Newton qonunlari. Buni kopiya qilib kiritamiz. Bizda ta'rif yana yo'q. Bu yerdan o'sha pastroqqa tushib turib, yana rasmini qo'shib o'tsak bo'ladi. Buning uchun shuni qo'shib o'tsak bo'ladi va deylik sразу ikkinchi darsni ham oformlangan qilib yuborsak bo'ladi. Ikkinchi darsning nomi vektorlar ustida bajarilgan amallar. Kopiya qilamiz. Bo'ldi. Bu yerda ham ta'rif yo'q. Buni обложкасini qo'shib qo'ysak bo'ldi. Va bizda kursni izohi bor ekan bu yerda. Shu qolib ketgan ekan. Kursni izohini ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan olib qaraydigan bo'lsa, modul yaratildi, ichida darslar yaratildi va shu bilan buni ichini to'ldirib chiqsak bo'ldi. Mana bu yerdagi ko'zlarni bosib chiqamiz va shu bilan davom ettirsak bo'ladi. Biz keyingisi bu effektivniy darslarni yaratish. Abdulaziz, sizga so'z beraman. Mhm. Prezentatsiyamizga qaytamiz. Mana hozir endi kursni yaratib oldik. Minimal darajada, ya'ni o'sha onlayn maktab bor, kurs yaratish bor. Ko'rayotganingizdek hammasi juda tez, oson hammasi qilinadi. Endi keling darslarga o'tamiz. Samarali darslar yaratish, ya'ni o'sha o'quvchilaringiz maksimal tarzda ko'proq bilim olish uchun kerak bo'lgan qanaqa qilib o'sha darslarni yaratish mumkin. Bu albatta bizani mijozlarimiz tajribasida va o'zimiz mana shu a, ko'rib turganimizdek mijozlarimiz qanaqa ishlayotganini ko'rib turganimizdek mashq qoidalari bo'yicha agar qiladigan bo'lsangiz sizni darslaringiz ko'proq samarali bo'lishi mumkin. Birinchisi o'sha kurslar haqida aytib o'tganimizdek, har dars bitta g'oya. Ya'ni o'sha har bir video dars yoki matnli dars, boshqacha dars bitta ko'nikmaga yoki bitta savolga javob berishi kerak. 7, 10, 15, 20 minutli darslar bizani fikrimizcha bu o'sha optimal darslar hisoblanadi. Agar sizda yoki ko'proq bo'ladigan bo'lsa yoki kamroq bo'ladigan bo'lsa yozib qoldirishinglar mumkin chatda. O'zi sizni darslaringiz asosan qancha o'sha a, qancha daqiqa o'zi darslarni o'sha yuklaysiz yoki o'sha darslarni berasiz. Shuni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Endi ikkinchi punktga o'tadigan bo'lsak, turli formatlarda darslarni yaratish, ya'ni nafaqat video darslar, balki matn, test yoki qanaqadir namoyish bo'lishi mumkin. Bu bu qanaqa qilib bizga yordam beradi? Agar o'quvchi har safar faqat video dars ko'raveradigan bo'lsa, har safar hammasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, tak. Agar hammasi har doim bir xil bo'ladigan bo'lsa, unga sal zerikib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha narsani o'quvchini diqqatini jalb qilish uchun biza a, darslarni turli formatlarda qilamiz. Bizada qanaqadir nosozlik Zoom'da Muhammad qanaqa Shoda qilsak bo'ladimi? qidiraman. Buni hozircha o'chirib tursak bo'ladi. Da, Iltimos qilib qolaman, hozirda vebinar ketayotganda bunaqa harakatlar da. bo'lmasligi uchun, kim qilayotganini topolmayotganimiz uchun shunaqa muammolar bo'lib turishi mumkin. Xo'p. Xo'p, davom ettiramiz. Uchinchisi, o'sha darslar qilayotganda ko'pchilik masalan Instagram, endi hamma Instagramda o'tiradi. Reelslar bo'yicha qanaqadir videolar ko'rgan bo'lsangiz, aytishadiki, o'sha Reelsni birinchi 3 soniyasi eng muhim deb. Va bu yerda video darslarda ham, kursdagi darslarda ham birinchi 3 daqiqasi eng muhim. Chunki aynan mana shu 3 daqiqa o'quvchini sizni kursingizga, sizni darsingizga jalb qila oladi. Endi bu yerda bitta narsa qo'shib o'tishim kerak. To'g'risi, jalb qilish deganda nimaga kerak deydigan savol bo'lishi mumkin. Jalb qilish yakuniy natijada sizni доходимость degan ko'rsatkichingizni kuchli prям e'tibor qilinadi. Nima degani doходимость? O'zbek tilida aytganda nechta odam, qancha miqdordagi odam kursingizni oxirigacha ko'rib boryapti. Bizda O'zbekistonda va MDH davlatlarida shunaqa muammo kuzatilyapti, что
kursingiz nechi pul bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun $1000 bo'lmaydimi? Agarda o'quvchi bitta sotib olib turib, unga e'tibor berilmasa, kurslar qiziqarli bo'lmasa, uni e'tibori jalb qilinmasa, oxirigacha bormayapti. Tabiiyki, bu keyinchalik sizni kurslaringiz o'sishiga, o'quvchilaringiz soni o'sishiga bu juda qattiq natija qiladi, zarar qiladi. Sababi, e, agarda bor o'quvchilaringiz kursni oxirigacha tugatmaydigan bo'lsa, keyinchalik yana o'quvchilaringiz kursga kirmashi ham mumkin. Shuning uchun shunga e'tibor qilamiz. 3 daqiqa qoidasi imkon qadar kiritish, integratsiya qilishga maslahat qilaman. Keyingi punktga o'tadigan bo'lsak, albatta o'sha har bir darsga uyga vazifa tayyorlash, ya'ni o'sha o'quvchi o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishi kerak. Va bu haqida ham hali gapirib o'tamiz. Keyingi punktimiz esa bu hayotiy kontekst berish. Ya'ni bu nima degani? Nafaqat siz qanaqadir nazariya berasiz o'zingizni fanningiz haqidami yoki o'zingizni mavzungiz haqida, balki o'sha mavzuni siz o'quvchini hayotida nima bo'ladigan bo'lsa shu orqali tushuntirish. Masalan, bu yerda fizika haqida misol keltirilgan, ya'ni ishqalanish kuchi shunchaki o'sha ishqalanish kuchini o'rgatmasdan, ya'ni ishqalanish kuchi telefoningizni stoldan tushib ketishiga qanday ta'sir qiladi. Telefon hammada telefon bor, hammada stoldan tushib ketishi mumkin. Va mana shu yerda fizika qonuni mana shunaqa misol orqali tushuntirilyapti. Agar siz ham xuddi shunaqa shunga o'xshagan misollarni ko'proq qo'shadigan bo'lsangiz darsingizga, shunda ular samaraliroq bo'lishi mumkin va o'quvchini ko'proq o'ziga jalb qilishi mumkin. Keling endi mana shunaqa turli formatlarda ko'rsatganimizdek turli formatlarda qanaqa qilib darslar qilish mumkin va darslarni yuklash mumkinligini ko'rib chiqsak. Xo'p, endi yana platformaga qaytamiz. O'sha darsni yuklash protsessini hozir ko'rsatib o'taman. Hozir birinchi modul yuklandi, birinchi, ikkinchi dars yuklandi. Buni ichiga kiramiz. Endi buni ichidagi sozlamalar uchun bizda tayyor materiallar bor. Shularni hozir birma-bir yuklab boramiz. Birinchisi bu bizda e, darsni o'zini sozlamalari. Bu yerda izohini qo'shamiz va mana bu yerda qisqa tarkib AI deyilgan joyi bor. Bu nimaga kerak? O'quvchingiz darsni tugatgandan keyin uni qisqa содержанияsi, ya'ni konspektini olish uchun mana shunaqa tarzda kiritib o'tsangiz bo'ladi. Xohlasangiz qo'shimchasiga rasmlar yoki дополнительный materiallarni qo'shib o'tsangiz bo'ladi. Hozir rasm qo'shamiz. Deylik hozircha logotipni o'zi. Va endi kontentni o'ziga qaytamiz. Buning uchun biz hozir birinchi bo'lib turib darsni, videoni o'zini yuklashimiz kerak bo'ladi. Bizda hozir video urok первый bor. Bu yuklanguncha keyingisi bu tahrirchi. Shuni yuklab tursak bo'ladi. Tahrirchida bizani zagolovkamiz. Buni hozir kiritamiz va buni izohi. Tabiiyki, nafaqat video va matnlik formatdagi zadaniyalar bo'lishi mumkin, kontent bo'lishi mumkin, qo'shimchasiga rasmlar va hozir pastdan yana fayl qo'shishni ham ko'rsatib o'tamiz. Yo'q, bu bo'lmadi. Bu yerda fayl qo'shishda biza bitta faylni qo'shib o'tsak bo'ldi, yuklandi. Buni nomini bersak bo'ladi. Deylik, hozircha fizika deb qo'yamiz va buni tepasidan rasm qo'shib o'tishimiz kerak. Mana bo'ldi. Bundan tashqari keyingisi bizda nima bor? Biza platformada agarda qo'shimcha materiallarimiz bo'lsa, deylik misol uchun boshqa platformalarda yoki boshqa resurslarda sizni ma'lumotlaringiz bor, o'quvchilaringizga foydali bo'ladigan. Buni oddiy havola qilib berishingiz mumkin, lekin unchalik chiroyli ko'rinmaydi. Shunga biz alohida tugma qilib beramiz. Shuni qilsak, kuratorga savol berish. Bu holatda endi kuratorga savol berish uchun ishlatiladi tugma. Buni ranglarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Hozircha oranjiga qoldiramiz. Va yana bitta tugma yaratib, oldiga Wikipediyada o'qish degan qo'shimcha resurs qo'shib o'tsak bo'ladi. Endi ular farqlanishi uchun tabiiyki mana bu yerda ikkita sabzrang knopka bo'lib qoldi. Buni tugmani rangini o'zgartirsak, shunaqa tarzda bo'lsa, ko'rib turganingizdek sabzrang va kulrangroq bo'lib turibdi. Ikkinchisi bu biz hozir buni matnni har xil ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Biz keyingi blokni ochamiz, tahrirchini, zagolovkini beramiz va
bizga sitata kerak bo'ladi. Deylik, Nyuton nimadir degan va shuni sitatasini chiqarib berishimiz kerak. Buning uchun iqtibosni tanlaymiz, buni kiritamiz va Isak Nyutonning birinchi qonuni buni kiritamiz. Bo'ldi. Shu bilan biz buni yana qolgan matnni ham yuklab qo'ying. Biz buni endi o'quvchi tarzda ko'rishimiz kerak. Misol uchun deylik, darsingizni yukladingiz, uyga vazifani yukladingiz. O'quvchi tomonlama qanaqa ko'rsa bo'ladi? Mana bu yerda bizda predprosmotr bor, oldindan ko'rish. Shuni bossak, yakuniy natijada biz nima olamiz? Ko'rib turganingizdek, darsning nomi, darsni izohiboti, promo rolik, o'sha video roliki va o'sha matnlar, rasmlar. Buni endi o'quvchi ko'radigan qilib hozir ko'rib boramiz. AI dan qisqacha tarkib. Mana ko'rib turganingizdek, shunaqa natijada ko'rsatiladi. Keyingisini bosib turib keyingi darsga o'tib ketadi, lekin hozircha keyingi darsni yuklamadik. Lekin biz hozir bir qaytadigan bo'lsak, buni endi ablasiz davom ettirsangiz bo'ladi. Qanchalik o'zi sizlarga mana shu jarayon tushunarli bo'ldi? Ya'ni qanchalik mana shunaqa formatlarda o'zingiz dars yuklab ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, chatda plyus yozib qoldirsangiz bo'ladi. Balki kimdir shunaqa qilish g'oyasi bor bo'lgandir yoki endi qilish maqsadi bo'lgandir. Super. Endi o'zimiz ma'lumot kiritamizmi? Hozircha hozirgi funksional bo'yicha o'zingiz no, o'zimiz kiritamiz, ya'ni platformada. Keyinchalik yaqin orada bizada o'sha yangilanish bo'ladi platformada. Keyinchalik AIni o'zi shunaqa konspekt, kichkina konspekt qilib beradi o'quvchilar uchun. Super, super. Keling endi mana shu darsdan tashqari yana xuddi shunaqa muhim mavzu haqida gapirsak, ya'ni uyga vazifalar. Bizning fikrimizcha uyga vazifalar o'sha darslardan kamroq muhimligi bo'yicha teng. Chunki bu eng o'sha bilimni mustahkamlovchi eng muhim vosita. Va shuning uchun biza ham o'zimizni platformada ham boshqa o'sha onlayn maktablar bilan ishlayotganda ko'p urg'u beramiz uyga vazifalarga. Agar masalan o'zimiz ko'radigan bo'lsak, uyga vazifalar yetarli bo'lmasa yoki umuman bo'lmaydigan bo'lsa, biz har doim o'zimiz tarafdan albatta tavsiya beramizki, qanaqa qilib uyga vazifalarni samarali bo'lishini, samarali qilish uchun. Birinchi navbatda qanaqa qilib o'sha uyga vazifalarni samarali qilish mumkin? Albatta, bu turli formatlarni ishlatish. Nafaqat test, albatta ko'pchilik endi testni ishlatishadi. Bu eng ko'p ishlatiladigan vosita. Bizada esa biza tavsiya berishimiz bo'yicha nafaqat test, siz boshqa ko'plab yana formatlarda uyga vazifalarni qilishingiz mumkin. Video topshiriq bo'lishi mumkin, ovoz yozuvi bo'lishi mumkin yoki prezentatsiya va hokazo. Hozir albatta hammasini platformada ko'rsatamiz, qanaqa bo'lishini. Undan oldin esa boshqa punktlarni ko'rib chiqsak. Endi uyga vazifalarga kelganimizda tekshiruv ham juda ham muhim rol o'ynaydi bu yerda. Qanaqa o'zi tekshiruv yo'llari bor? Avtomatik va kuratorni o'zi tekshirishi. Avtomatik o'sha tekshiruvni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu nima degani? Avtomatik tekshiruv bu platformani o'zi sizni vaqtingizni ketkazmasdan platformani o'zi tekshiradi qilingan o'sha uyga vazifalarni. Bu qachon qilsa bo'ladi? Albatta o'sha ko'rsatganimiz testlarda qilsa bo'ladi, qanaqadir tushunchalarda qilsa bo'ladi va hokazo. Ya'ni test qilganingizda savol berdingiz, aytaylik, va A, B, C, D variantlari bor. Va mana shu variantlarni oldindan biz aytaylik A varianti to'g'ri deb qo'yasiz. Agar o'quvchi A variantini belgilasa, test yechgandan keyin ko'radiki, A variant to'g'ri ekan yoki B variant belgilagan bo'lsa, ko'radi, men noto'g'ri qilibman, A variant to'g'ri ekan. Shularni hammasini darhol ko'radi. Ya'ni bu o'sha afzalliklardan bittasi avtomatik tekshirishi. Tez e, o'quvchi testlarni bajargandan keyin hammasini ko'rib turadi va eng muhimi albatta sizni vaqtingiz tejaladi. Chunki agar siz har bir testni o'zingiz tekshirib o'tiradigan bo'lsangiz, albatta agar o'quvchilaringiz ko'p bo'lsa, bu sizni barcha vaqtingizni olib qo'yadi. Va shuning uchun vaqt tejalgani uchun bu variant mana shunaqa uyga vazifalar juda ham ma'qul.
Ikkinchi formatga o'tadigan bo'lsak, bu kurator tekshiruvi. Kurator tekshiruvida bu a, agar siz jamoangiz bo'ladigan bo'lsa, kurator bo'lishi mumkin yoki agar siz o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni tekshiruvingiz. Bu qachon ko'pincha ishlatiladi? Agar qanaqadir ijodiy yoki amaliy topshiriqlar bo'ladigan bo'lsa, formulalar bo'ladimi, mana shu fizikaga keladigan bo'lsak, qanaqadir formulani yechish yoki masalalarni yechish yoki kimda kasb bo'ladigan bo'lsa, SMM, target boshqa anaqa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham qanaqadir ijodiy agar topshiriq bo'ladigan bo'lsa, endi u yerda kurator yoki o'qituvchini o'zi hammasini ko'rib chiqib tekshirishi kerak. Buni qanaqa afzalliklari bor? Albatta, bu sizni, ya'ni kuratorni yoki o'qituvchini shaxsiy fikri va bu o'quvchi uchun ancha qiymatliroq. Agar shunchaki platforma emas, shunchaki testlar emas, odam o'z vaqtini ajratib mana shu uyga vazifalarni tekshiradigan bo'lsa, albatta bu qiymatliroq. Biz ko'ramizki, o'zimizni mijozlarda ularni tariflari bor-ku, qanchadir tariflari bo'ladi. Agar ularda kurator javob bo'ladigan bo'lsa, shunaqa tariflar qimmatroq sotilinadi. Agar siz ham xuddi shunaqa qiladigan bo'lsangiz, o'zingizni kurslaringizda plyus yozib qoldirishingiz mumkin. Kimda qanaqa o'sha o'zingiz javob berasizmi yoki yo'qmi va hokazo. Va agar siz aytaylik Telegramda yoki Zoomda o'zingizni kurslaringizni yuritadigan bo'lsangiz, shunaqa avtomatik tekshiruv yoki kurator tekshiruv hammasini shu turli formatlardagi uyga vazifalarni albatta bunaqa sozlolmaysiz. Va shuning uchun biz hozir endi mana shu uyga vazifalarni qanaqa qilib sozlash mumkinligini hammasini ko'rsatib chiqamiz. Mana shu kurs uchun, qilayotgan kursimiz uchun qisqacha tahlil qilib chiqamiz. Muhammad, Hozir bir soniya, men translyatsiyani yoqaman va shu yerda endi biza shu kursni uyga vazifasini sozlash bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki bizada har xil formatlar bor. Bizada hozir adashmasam 10 dan ortiq formatlar bor va bundan tashqari qo'shimchasiga integratsiyalar bo'lib boradi. Hozir shuni materiallarini ochib olaman. Uy vazifa bo'yicha. Bo'ldi. Endi birinchi uyga vazifani yuklashimiz uchun biz o'zi uyga vazifani o'zini yoqib olishimiz kerak. Misol uchun mana bu yerda amaliyotni bosadigan bo'lsak, bu ochilmaydi. Buning uchun yoqib olishimiz kerak va unga o'tsak bo'ladi. O'qitish formatini hozircha tanlaymiz va pastroqqa tushganimizda endi variantlarini yuklab borsak bo'ladi. Birinchi o'ltirib yagona tanlov tanlaymiz. Yagona tanlovda birinchi savolimiz Isak Nyutonning nechta jami qonunlari bor? Mana kopiya qildik. test formati. Da, test formati yagona format Bizda. bo'ladi. Yagona javoblik. Shunda misol uchun 1, 3 va deylik 5. Shunda mana bu 3 ta to'g'ri javob bo'ladigan bo'lsa, shuni tanlab qo'ydik va keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Keyingi savolimiz moslashtiruv formatiga to'g'ri keladi. Bu yerda savolni kopiya qilamiz va bir ikkita kopiya qiladigan narsalarimiz bor degida. Uni tez kiritib o'taman, shunga e'tibor qilmaysiz. Hozir hammasi kiritilgandan keyin o'quvchi tomonidan qanaqa qilib mana shu uyga vazifalar ko'rinishini ham ko'rib chiqamiz. Qanaqa Siz o'sha topshirishi, u funksional ishlashi, xudo da, xohlasa hammasini ko'rsatib da, o'tamiz. Lekin bundan tashqari aytib o'tishimiz kerak, xudo xohlasa, agarda siz maktabingizni zapus qilmoqchi bo'lsangiz, agarda yaqin orada sotuvlarni boshlamoqchi bo'lsangiz, e, murojaat qilishingiz mumkin. O'zimiz sozlamalarda yordam beramiz. Ya'ni mana bunaqa narsalarni ko'rsatayotganimiz sababi biza funksional borligini va qanday ishlashini ko'rsatib bermoqchimiz. Aslida esa asosan boshqa biz bilan ishlab kelayotgan mijozlarimiz bizga ishonishadi buni. Prosta materialni taqdim qilishadi, darslar va uyga vazifalarni, qolganlarini o'zimiz yuklab tayyor holatda qilib beramiz. Mana hozirda 3 ta testni yukladik. Endi buni o'quvchi tomonlama ko'rishimiz uchun oldindan ko'rishni bosamiz. O'quvchi buni qanday ko'rib boradi? Ko'rib turganingizdek, savol amaliyotni o'zi boshlanadi. Birinchi savol testlar, ikkinchi savolda moslashtiruv, ya'ni har bittasi o'zini javobini topib olish kerak bo'ladi. O'quvchi shunaqa tanlab chiqadi va
pastdan aytilyapti. Bunisi bu, tushuntirib o'taman. Videoni tomosha qiling va uni o'z so'zlaringiz bilan gapirib bering. Ya'ni buni o'quvchi nima tushunadi? Kompyuterdan yoki telefondan nimadir yuklash kerak. Shunaqa holatda pastroqqa tushishingiz tabiiyki endi matnlik javob berishi mumkin, lekin bu holatda matn to'g'ri kelmaydi. Yuklash uchun unda fayllarni qo'shish degan imkoniyat, funksiya ochiladi. Shu bilan u xohlagan formatni, siz aytgan formatni, siz aytgan materialni yuklab borsa bo'ladi. Uyga vazifalar bo'yicha hozircha shu bo'ladi. Abdulaziz, davom ettirsangiz bo'ladi. Endi platformamizga qaytamiz. Tak, prezentatsiyamizga. Uyga vazifalardan keyin yana bitta punkt qolib ketgan ekan. Gamifikatsiya bo'yicha buni ham aytib o'tamiz. Platformada hozir buni qilib o'tirmaymiz, lekin oldinroq shu kurs qilayotganimizda aytib o'tganimizdek, gamifikatsiya bu nima degani? Ya'ni agar o'quvchilaringiz a, dars o'tganida uyga vazifalarni topshirganda siz qanaqadir ballar yoki medallar beradigan bo'lsangiz yoki unga daraja beradigan bo'lsangiz, bu o'quvchilaringiz uchun qo'shimcha motivatsiya bo'lishi mumkin. Siz kursingizni ichida yoki o'sha guruhingizni ichida qanaqadir mini turnir ham qilib yuborishingiz mumkin. Ya'ni kim eng ko'p, masalan aytaylik, 3 ta eng ko'p ball yig'gan odamga qanaqadir sovg'a. Shunaqa qilib ham o'quvchilaringizni motivatsiyasini oshirib, o'sha darsga ko'proq borishini ko'rishingiz mumkin. Keyin endi keyingi blokka o'tsak, bu marketing. Ya'ni sotuvlarni oshirish uchun eng muhim bo'lgan, eng kerakli bo'lgan blok marketing. Marketing vositalari albatta juda ham ko'p. O'tgan vebinarda biza mana shularni tahlil qilgan edik. Bu vebinarda hozir qisqacha o'sha 3 ta vositani ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu o'sha kursni kartochkasi, ikkinchisi lead magnet orqali voronka va uchinchisi bepul darslar orqali voronka. Keling, boshida ozgina tushunarli bo'lishi uchun misollar tarifasida hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu kursni kartochkasi. Shu yerda hozir translyatsiyani yoqyapman. Bo'ldi, ko'rindi. Mhm. Xo'p, kursni kartochkasi deganda biz hozir afsuski hozirgi sozlayotgan maktabimizda ko'rsatolmayman, lekin tayyor misol bu Qadam maktabi. Bu yerda endi kurs kartochkasi deganda nimani nazarda tutamiz? Aytganimizdek, katalogda hamma kurslari joylanadi va har bitta yaratgan kursingiz uchun alohida kartochka ochiladi. Bu kartochkani ichida kursingiz haqidagi ma'lumotlarni joylab o'tsangiz bo'ladi. Keyinchalik shu kartochkani o'ziga havolani berasiz, o'quvchilar o'zi o'rganib, o'zi savollarsiz, sразу xarid qilishi mumkin bo'ladi. Bu yerda nimani ko'ramiz? Kursning nomi, kursning izohi, o'ng tomonda tarkibi bo'ladi. O'quvchi sразу nima o'rganishini, qanaqa ma'lumotlar o'tishini shu yerda o'rganib olsa bo'ladi va mana bu yerda promo rolik bo'ladi. Bu yerda 3 minutlik promo rolik yozilgan. Buni maqsadi ekspert bilan tanishtirish, ya'ni sizni holatingizda misol uchun siz bilan tanishtirish, kimga qanaqa ma'lumot bo'ladi, kim qanaqa natija oladi. Shunaqa narsalarni shu yerda aytib o'tsangiz bo'ladi. Bu juda yaxshi narsa, maslahat qilaman. Agarda umumiy fanlar bo'yicha ham kurslar qiladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bolalar ota-onasi bilan maslahatlashadi. Shunaqa holatda shu videolar juda qo'l kelishi mumkin. Va degan уже tariflar boshlanadi. Tariflarni bu yerda ko'rib turganingizdek 3 ta tarif yuklangan. Agarda o'quvchi tanlashi bosadigan bo'lsa, bu yerdan mana bu yerda raqamini kiritib turib to'lov qilib yuborishi mumkin bo'ladi. Shunaqa tarzda davom ettirsa bo'ladi. Endi agarda kartochka kursiga kelgan bo'lsak, agar qarshi bo'lmasangiz, shu yerdan darrov bepul kursni yo'lini ham ko'rsatib o'tmoqchi edim, lead magnet haqida gap ketganligi uchun marketing tomonlama. Bu yerda hozir biz uzun marketni kurs misolini ko'rib chiqdik, lekin bundan tashqari uzun start degan kursimiz bor. Bu bepul. Ko'rib turganingizdek, bu maktabda shunaqa strategiya ishlatilgan bepul kurs va pulli kurslari ham bor. Bu yerda hozir uzun marketning pulligini hozir ko'rib chiqqan bo'lsak, bepuli ham bo'ladi. Bu yerda xuddi shu ma'lumot, kursni nomi, izohi, hamda tarkibi, lekin ko'rib turganingizdek, bu yerda 3 ta dars yuklangan. Uchalasi bepul bo'ladi. Ko'rib turganingizdek o'sha video, lekin pastdan tariflari bo'lmaydi. Tariflari bo'lmagani sababi aytib o'taman, kurs bepul. Shuning uchun mana bu yerda o'qishni boshlashni boshladi o'quvchi va raqamini kiritgandan keyin darslarni boshlab oladi. Sizga esa, misol uchun siz shu maktabning egasi bo'lganingizda, sizga shu odamning raqami kelib tushadi, ism familiyasi kelib tushadi. Keyinchalik u bilan aloqaga chiqib turib, kurslaringizni taklif berib, taklif qilib borsangiz bo'ladi. Mana shu lead magnet haqida ozgina mm, ko'proq gapiradigan bo'lsak, hozir Muhammad ko'rsatgandek, lead magnet orqali voronka. Hozir ko'rsatgan edik o'zi lead magnet nimaligini. Lead magnet bu
bepul qanaqadir mahsulot, ya'ni sizni asosiy mahsulotingizni sotib olishdan oldin sizni o'sha potensial mijozingiz siz bilan ozgina tanishishi uchun qanaqadir bepul mahsulot qilasiz va shunda bepul siz bilan tanishib bo'lgandan keyin sizni asosiy mahsulotingizga sotib olishi sotib olish sotib olish ko'proq mumkin bo'lishi mumkin. Endi voronka o'zi nima degani? Voronka bu odam sizni birinchi marta ko'rgandan sotib olishgacha, sizni mahsulotingizni sotib olishgacha o'tadigan yo'li. Aytaylik, birinchi bo'lib mana qayerdadir reklamani ko'rib qoldi. Instagramda, Facebook yoki Telegramda qayerdadir reklamani ko'rib qoldi. Va siz reklama berayotganingizda o'zingizni asosiy mahsulotingizga emas, balki qanaqadir bepul mahsulotingizga o'sha aytganimizdek mini kursga yuborasiz uni lead magnetga. O'tga yuborgandan keyin o'quvchi ariza qoldiradi, ya'ni sizga sizni bazangizga u odam tushadi. Siz u bilan keyin telefon qilib, masalan, gaplashib, uni raqami bor, siz u bilan gaplashib, o'sha sotuvni yuritishingiz mumkin. Mini kurs bo'layotganida bu sizni asosiy kursingizga albatta qanaqadir progreff bo'lishi kerak. Ya'ni sizni asosiy kursingiz haqida gapirib beradigan a, joylari ham bo'lishi kerak o'sha darslarning ichida. Shunda a, shu yo'lni o'tgandan keyin o'quvchi sizga, sizni kursingizga, sizni ekspertligingizga, mahsulotingizga ishonchi ko'proq bo'ladi va shundan keyin siz unga qanaqadir maxsus offer berib sotuvlaringizni oshirishingiz mumkin. Lekin agar siz qanaqadir mini kurs qilib o'tirishga vaqtingiz bo'lmasa yoki qilmoqchi bo'lmasangiz, nima qilsa bo'ladi? Siz bepul darslar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu sizni platformangizdagi bor, sizni kursingizdagi bor qanaqadir darslarga, aytaylik, birinchi modulni bepul qilib qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi modulni odamlar ko'rishadi va keyinchalik agar mana shu kursni davom ettirmoqchi bo'lsa, ular to'lov qilib, keyinchalik u sizni asosiy mahsulotingizni olishi mumkin. Endi hozir bepul kurs bo'yicha ko'rib chiqdik. Agar davom ettirsak bo'ladi deb o'ylayman. Agar kimdir Ho'p. hozir bepul kurs yoki kursini qaysidir qismini bepul qilayotgan bo'lsa, o'quvchilarga sotuvli maqsadida, shuni kommentariylarda chatda yozib o'tsangiz bo'ladi. Ha, o'zi kimdir mana shu lead magnet orqali kurslarini sotadimi, yo'qmi? Agar sotmasangiz minus yozishingiz ham mumkin. Agar unaqa bo'lmaydigan bo'lsa. Zo'r, zo'r. Plus qanaqa aynan sirada lead magnet? Bepul dars ko'rinishdami yoki umumiy kurs qilasizmi bepul? Bepul qisqa video. Sizni sohangiz qanaqa edi? E'tiborsiz, Sardorbek. Sizda qaysi soha bo'yicha kurslar edi? Bepul kurs. Sog'lomlashtirish. Super. Zo'r, zo'r. Hozircha Ho'p. davom ettirsak bo'ladi. Yana bu Da, masalalarni, da, savollarni yana ko'rib hop. chiqamiz. Hozir davom ettirishimiz mumkin. Keyingi punktga keladigan bo'lsak, bu to'lovlarni va kirishni avtomatlashtirish. Bu o'zi nima degani? Uh, Ozgina mana shu misolda aytib bersam, o'zi qanaqa muammo bor. O'quvchilar, o'qituvchilar, individual o'qituvchilarda yoki ekspertlarda ko'proq bo'ladigan muammo o'sha aytib o'tganimdek, ko'p o'sha ekspertlar o'zini vaqtini to'lov qabul qilishga ketkazishadi. Ya'ni o'quvchi bilan gaplashish kerak. U bilan o'sha Telegramda gaplashayotganda kartasini raqamini tashlash kerak. Kartani tashlagandan keyin o'quvchi to'lov qiladi. To'lov qildimi yo'qmi tekshirish kerak. Undan keyin o'zingiz o'tirib dostуп berishingiz kerak. Ya'ni havolani yuborasizmi, boshqa qilasizmi? Ya'ni siz shunga agar o'quvchilar ko'p bo'ladigan bo'lsa, ko'p vaqt olib ketib qoladi. Biza qanaqa yechim o'zi tavsiya beramiz? Ya'ni mana shu jarayonlarni sizni ishtirokisiz avtomatlashtirish. Ya'ni o'quvchi sizni kutib o'tirmaydi, o'zi
o'sha platformaga kiradi. Hozir kurs kartochkasida Muhammad hammasini ko'rsatib chiqqan edi. O'zi platformaga kiradi. Agar unga qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda Payme, Click yoki Uzumbank orqali hammasini o'zi to'lov qilishi mumkin. Endi kassalarga keladigan bo'lsak, agar qarshi bo'lmasangiz bitta translyatsiya qo'y. Mhm. Mana bizda bu yerda endi qadam misolida faqat bitta kassa ulangan. Agar qaysidir boshqa maktabga kiradigan bo'lsak, misol uchun o'zimizni maktabimiz bor. Bu yerda qanaqa kassalar borligini, qanaqa sozlama bo'lganini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Mana misol uchun o'quvchi tanlaganidan keyin ko'rib turganingizdek bir nechta tayyor kassalar bor. O'quvchiga qaysinisi qulay bo'ladigan bo'lsa, sirazu to'lab o'tishi mumkin bo'ladi. Shu kassalarni integratsiya qilganingizdan keyin Abdulaziz aytgandek, sizda o'quvchilarni kutimi kamayadi. Ya'ni nima demoqchiman? Odatda shunaqa bo'ladi, deylik, mijoz kechasi yozib qoldi. Ish vaqtidan tashqari bo'lgan vaqtda yozgani uchun siz sirazu darrov javob bera olmaysiz. Shuning uchun o'quvchi kutadi, kutgani uchun ishda yo'qoladi. Shuning uchun endi sotuvlaringiz ham kamayishi mumkin. Shunaqa kassalarni integratsiya qilasiz. Bu yerda nafaqat bir martalik to'lovlar, misol uchun ClickPayMe'ni ko'rib turibmiz. Pastroqda bo'lib to'lash tizimlari ham bor. Shularni ulaganingizdan keyin bemalol o'quvchi bo'lib to'lashga ham sotib olsa bo'ladi. Ulanishi bo'yicha xavotir olmasangiz bo'ladi. Agarda Xudo xohlasa kurslarni zapuskini Exot bilan reja qilayotgan bo'lsangiz, o'zimiz e, hammasi ulash yordamida o'zimiz ishtirok etamiz. Sizdan faqat kompaniyani rekvizitlari kerak bo'ladi va qolgan dokumentlar e, zarur bo'ladi. Endi o'zimizning maktabga qaytadigan bo'lsak, biz bu yerda nima qilib o'tdik? Hozir vebinarni qismiga keldikki, qanaqa natija olamiz. Xo'p, maktabni o'zi nastroyka bo'ldi, maktab yaratildi, nomi, izohlari, boshqasi hammasi bo'ldi va mana bu yerda pastda futuri to'ldirildi. Kursni o'zi ham qisman to'ldirildi, deylik, hozir birinchi dars yuklandi. Biz bu yerda hozir kurslar katalogida chiqarib olsak bo'ldi. Mana kurslarga kiramiz va biz katalogda chiqarish uchun buni tarifini yaratishimiz kerak. Ya'ni kurs qancha turishini belgilab olishimiz kerak. Misol uchun ishga tushirishlarni ochamiz. Bu yerda ishga tushirish sotuvlarni yoqishimiz kerak bo'ladi va pastdan ko'rib turganingizdek tarifini yaratish mumkin bo'ladi. Deylik, hozircha bir martalik to'lov qilamiz. Tarif asosiy. Bu yerda tarifini boshqasiga hozircha e'tibor qilmaymiz. Deylik, 2000 so'm hozircha qo'yib qo'yamiz. Ya'ni misol tariqasida bo'lishi uchun. Tarifni yaratadigan bo'lsak, hozir asosiysi bu yerda chiqib kelish kerak bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, hozirda kurs yaratildi. O'quvchilar shu yerga kirib turib o'rganib chiqishi mumkin va to'lovni amalga oshirsa bo'ladi. Bu yerda hozir biz bitta narsani yuklab qo'yishimiz kerak. Bu esa bu yerda misol uchun adashmasam ham shu bo'lishi kerak. Mana promo video. Hali ko'rganimizdek qadam misolida ham bor, bizda ham bo'ladi. Mana dars yuklandi, video. Ko'rib turganingizdek darsning nomi, izohi bo'ladi va shunaqa promo video ko'rgandan keyin tariflarga o'tib turib tanlab olishi mumkin. Hozirda biz kassalarni ulamadik, lekin sizning holatingizda hali ko'rsatgandek bir nechta kassa bo'ladi. Endi biz funksionalni asosiy muhimlarini ko'rib chiqdik. Bundan tashqari, tabiiyki, boshqa funksionallari ham bor. Ya'ni bular orasida misol uchun bizda hozir o'sha tariflarni ulash orasida misol uchun Klikla, Payme, Uzumdan tashqari ichki bo'lib to'lash tizimlari ham bor. Biz endi tabiiyki bilamiz Uzumbank, Uzumdan boshqalarini bilamiz, lekin ichki bo'lib to'lash tizimi deganda bu misol uchun bank ishtirokisiz o'zingiz o'quvchi uchun berayotgan nasiyangiz bo'ladi. Ba'zi kurslar shunaqa qiladi, misol uchun ingliz tili offlayn kurslar qilib borayotganlar, skoriy bo'lsa kerak, o'quvchi har oy to'lab boradigan summasi bo'ladi. Shunaqa narsalarni ham integratsiya qilib o'tsak bo'ladi. Bundan tashqari kurslarni joylashtirish va ularni yuritish. Hozir ko'rganimizdek, hozir kursni yaratishimiz, maktabni sozlashimizga maksimum ketsa 1 soatcha ketdi, lekin bu bilan biz qolganini to'ldirmadik. To'ldirganimizdan keyin o'quvchilar o'zi kirib, o'zi xarid qiladi, o'zlari darsni ko'rib boradi. Sizdan faqat savollarga javob berib borish qoladi va ularni nima desa bo'ladi, bir joyda yig'ib tursa bo'ldi. Va oxirgi muhim funksionallardan desa bo'ladi, Exot taqdim qiladigan platforma tarzi bu marketing va savdo bo'yicha vositalar. Ya'ni bizda misol uchun hozir qisman ko'rsatib o'taman. Buni kuchini keyinchalik ko'rib borsa bo'ladi. Misol uchun dasturchilar, boshqa integratsiyalar bo'ladi bizda va shular bilan shunaqa funksional va sizda xudo xolasa marketingingizni, sotuvingizni analitika qilib borsa bo'ladi. Analitika deganda yana ham chuqurlashgan bo'ladi va shu analitika evaziga siz yanada chuqurroq bilganingiz evaziga siz byudjetlaringizni kamaytirsangiz bo'ladi va yanada samaradorliroq marketing va sotuvlarni qilib borsangiz bo'ladi. Tabiiyki qolgan funksionallar ham bor. Mana bu yerda ko'rib chiqmagan yana ko'p narsamiz bor, lekin buni biz alohida individual konsultatsiya qilib platformani ko'rsatib o'tsak bo'ladi, prezentatsiya qilamiz va
uni ichidan ko'rib, nafaqat platformani, balki sizni sotuvlaringizni ham ichidan ko'rib chiqsak bo'ladi. Shuning uchun, Xudo xohlasa, agarda qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, hozir как раз prezentatsiyani va vebinarni oxiriga kelib qoldik. Shu yerda bitta taklifimiz bor edi, boshida aytganimizdek. Taklifimiz shundaki, Xudo xohlasa baribir endi sotuvlarni boshlayman, endi kurslarim tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa, yaqin orada yangi yilda o'sha sotuvlarni boshlayman deydigan bo'lsangiz, biz sizga sizni tushungan holatda, endi tabiiyki kursni boshlayotgan bo'lsangiz, maktab qurishni boshlayotgan bo'lsangiz, unga bir oy ketmaydi, ko'proq vaqt ketadi va maktabni qurish bu bir yillik narsa emasda. Qurish deganda baribir ham sotuvlaringiz bo'ladi, uni o'stirib borishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun boshlang'ich, Xudo xohlasa, agarda sizga aktual bo'lsa, Abdulaziz prezentatsiyani yoqib yuborsangiz, man sizga e'tiboran, bo'ldi, ko'ryapti. Maxsus sovg'a Mhm. bizda hozir 3 oylik tariflar bor. Bizda o'zi 1 oylik tariflar bor, ularni 3 oylik paketlari bor. Sizga чтобы start osonroq bo'lishligi uchun va uni sotuvlarni sekin boshlab olishingiz uchun. Hozirda aytib o'tganimdek 3 oylik tariflar bular umumiy holda 25% chegirma bilan bo'ladi. 25% chegirma bundan oldin hech qachon bo'lmagan. O'tgan vebinarda faqat bo'ldi va boshqa til bilan gapirganda, misol uchun, agar 3 oylik tarifni xarid qiladigan bo'lsangiz, sizda 4-oy bepulligi kelayotgandek bo'ladi. Endi men bu foizlarni hisoblaganda. Shuning uchun ham endi hech qachon bermaganimiz uchun bu chegirma, bu taklif desa bo'ladi. Xudo xohlasa unchalik ko'p ishlamaydi, lekin imkon qadar agar joiz band qilib qo'yaman deydigan bo'lsangiz, unga hozir ko'rsatib o'tamiz. 15 noyabrgacha bu tariflar aktiv bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana hozir 3 ta tarifimiz bu paketlarga to'g'ri keladi. Ekspert, Akademiya va Akademiya Max. Bular 3 oylik paketga xarid qilganingizda, misol uchun ekspert tarifida 890 ming boshda bo'ladigan bo'lsa, hozir 1 oylik tarif xarid qilganingizda 3 oylik formatda 670 ming so'mlik. Ya'ni bu yerda 200 ming so'mdan ko'proq bo'lgan chegirma bo'lib kelyapti. Endi Akademiya Maxni misolida yaqqolroq ko'rsa bo'ladi. Hozirda agar 1 oylik xarid qiladigan bo'lsangiz 2 million 190 ming so'm, chegirma bilan esa 1 million 640 ming so'm agar 3 oylik tarif xarid qilinadigan bo'lsa. Bu sezilarli darajadagi chegirma bo'lyapti. Hozir 500 ming so'mdan ko'proq bo'lgan oylik chegirma, oylik nimasi bo'ladi? VGda bo'lyapti. Shuning uchun agarda hozirda imkoniyatingiz bo'lmasa, lekin qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, bizda bitta taklif bor. Joyizni band qilib qo'ysangiz bo'ladi. Buni qanaqa qilish kerak? Agar keyingisiga o'tsak, joizni band qilishingiz uchun, bu yerda shaxsiy menejerni uni joiz band qilishni yana aytib o'tamiz. Bundan tashqari, hozir summalardan tashqari, bunaqa chegirmalardan tashqari bizda shaxsiy menejer imkoniyati bor. Shaxsiy menejerni biz ko'p joyda aytamiz, lekin bundan oddiy shaxsiy menejer bor. Bu maktabingiz sozlamalari, bugun qilgan narsalarimizni yordam beradigan odam. Lekin bundan tashqari, agarda hozir aynan maktabni boshlab olaman desangiz, joizni band qilaman desangiz, sizda shaxsiy menejer qaysidir ma'noda kuchaytirilgan bo'ladi. Kuchaytirilgan shaxsiy menejer bu sotuvlaringiz va marketingingiz bo'yicha konsultatsiya berib boradigan odam bo'ladi. Ya'ni agarda siz hozir sotuvlaringizni boshlayman desangiz, boshqa qilaman desangiz, keyinchalik sotuvlaringiz bo'lib kelayotganda, u odam sizga individual tarzdagi konsultatsiyalar berib boradi. Sotuvlaringizni ichidan razbor qiladi. Kerak bo'lsa, sotuv menejerlari bilan gaplashib, ularni o'qitib o'tishi ham mumkin bo'ladi. Agar shu narsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa, joizni band qilish uchun birinchi qadam bizda hozir Telegramdagi administratorimizga yozasiz. Administratorimiz sizga hammasini batafsil ma'lumotini taqdim qiladi va agarda уже tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, biz siz bilan individual o'sha aytganimdek konsultatsiya reja qilamiz. 30 daqiqalik bo'ladi va 30 daqiqa ichida umumiy platforma imkoniyatlari va bundan tashqari sizni holatingizdagi va boshqa maktablar siz yo'nalishingizdagini hammasini ko'rib chiqamiz. Va 3-qadami bo'ladi, shu sazmondan keyin, shu prezentatsiyadan keyin o'zingizni maktabingizni yaratamiz. Shu hozir ko'rib turganingizdek 3 ta qadam ichida sotuvlaringizni va maktabingizni boshlab olish imkoniyati bo'ladi. Menda hozircha shu, Abdulaziz. Hozir Telegramga yubordik, yubormoqdamiz. O'sha Telegram akkauntni bizani qo'llab-quvvatlash markazimizni siz yozib, o'sha barcha o'sha batafsil ma'lumotni bilib olishingiz mumkin. Va agar sizda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, hozir hammasiga javob berib o'tishimiz mumkin. Platforma bo'yichami yoki o'sha kurslar bo'yichami va hokazo. Agar qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, chatda yozib qoldirsangiz, hammasini tahlil qilamiz. Yozma bitta savol bo'lgan ekan. Bir o'quvchi kirsa, qayta yana kirib olish imkoni bo'lmaydi. Yo'q, buni imkoni bo'ladi. Muhimi o'sha o'quvchini o'zi kirsa. Chunki bizda himoya bo'ladi kontent tomonlama. Agarda ikkinchi, uchinchi odam kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni imkoniyati bo'lmaydi.
Tak, hozircha savollar ko'rmayapman. Agar savollaringiz bo'lsa, yozib o'tsangiz bo'ladi. Bo'lmasa, sekin yakunlashtirsak bo'ladi. Agar savollar bo'lmaydigan bo'lsa, yakunlasak bo'ladi. Hammaga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Albatta, kurslaringizni boshlamoqchi bo'lsangiz, o'sha hozirgina Telegramga yuborgan menejerimizga yozib qoldiring. Kursimiz zapiska yo'q bo'lsachi, aha. Endi zapusk deganda shu yerda man maslahat berib o'tardim. Zapusk Mhm. har xil ma'noda tushunsa bo'ladi. Ya'ni deylik bir oy sotuvlar qilib turib, keyingi oy o'sha o'quvchilar bilan ishlash boshqa bo'lishi mumkin. Agarda sizda doimiy sotuvlar bo'lib kelsa ham bemalol qilib borsa bo'ladi. Zapusk deganda biz demoqchi bo'lganimiz sotuvlaringizni boshlab olish. Har xil ma'noda именно spetsifический marketing tomonlama tushunsa bo'ladi, lekin aynan biz aytayotganimiz sotuvlaringizni boshlab olish. Agarda hozirda sotuvlaringiz bo'lmaydigan bo'lsa, no, в целом endi boshlashni maslahat qilaman, chunki kechagina bitta mijozimizdan nima desa bo'ladi, tanbeh keldi. Hozir menda sotuvlarim yo'q, boshqa maktablar katta-yu, ularda уже nima desa bo'ladi, ishonch bor, menga hozircha ishonch yo'q. Endi to'g'risi boshqa maktablar misolida yana aytaman, 700 dan ortiq maktabimiz bor va aytganimdek kichik maktablar, individual repetitorlar bor. Ular sotuvlarni qilib kelishyapti. Agarda hozir qo'rqayotgan bo'lsangiz, endi sotuvlarni boshlayotgan bo'lsangiz, baribir ham yo'llari bor. Agar qiziqib ko'rsangiz, internetdan ham ko'p chiqib keladi. O'zbekistonda hozir shunaqa holat bo'lyaptiki, bizda raqobat yo'q. Agarda hammasini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri deganda o'sha reklamasini yoqsangiz, o'quvchilar bilan yaxshi muomalada bo'ladigan bo'lsangiz, servisni taqdim qiladigan bo'lsangiz, hozircha biz aminmizki, xudo xohlasa sotuvlaringiz aniq bo'lishiga. Muhimi o'shalarni har bittasini qilish va intizom bilan qilish. Ya'ni bir kun o'sha marketingni qildim, reklamasini qildim, boshqasi ertasi kuni qilmadim degani emas. Постоянно qilib borsangiz, xudo xohlasa aniq sotuvlaringiz bo'ladi. Bir shunday maktablar yaratmoqchi bo'lganlar. Shuni yaxshi aytdingiz Abdulbasit aka. Xudo xohlasa buni reja qilyapmiz yokida dekabr boshlariga, o'rtalariga shu narsa bo'ladi. Yangi yildan oldin aniq qilishga reja qilyapmiz. Bu oflayn bo'lishi mumkin. Endi shunaqa imkoni bor. Oflayn bo'lib qolishi mumkin. Shunga xudo xohlasa aniq aytib o'tamiz, anons qilamiz. Instagram, Telegram kanallarida aktiv bo'lishingizni iltimos qilib qolamiz. Shunaqa rejam bor. Albatta, dekabrda qilishga harakat qilamiz. Ungacha albatta biza mana shunaqa onlayn vebinarlar ham olib boramiz. Agar sizga qanaqadir qiziq bo'ladigan mavzular bo'ladigan bo'lsa, uni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Biza albatta o'rganib chiqib o'sha mavzuda o'sha kimnidir chaqirib, balki ekspertlarni birga vebinar qilamiz. Agar yozib qoldirsangiz, qiziqarli mavzularni ularni ham ko'rib chiqamiz. Rahmat kattakon. Zo'r platforma. Xo'p, Xo'p, agar unda savollar aka, bo'lmasa, da, aha, Abdulaziz davom ettirsangiz bo'ladi. Uzr gapingizni bo'lib da, qo'ydim. agar unda savollar bo'lmaydigan bo'lsa, biza yakunlasak bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Telegramga yubordik. O'sha Telegram akkauntimizni o'sha yerga yozib, o'sha barcha batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Hammaga uh, bizga ham webinar qilasizmi? Albatta, albatta. Xudo Albatta, xohlasa bo'ladi. hammasini qilamiz. Bo'ladi, bo'ladi. Agar muhimi yozib yuborsangiz bo'ldi, shuni alohida individual qilib turib ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat. Alohida bo'lamiz. Savollar bo'lsa, o'sha Telegram kanalimizga, Telegram menejerimizga yozsangiz bo'ladi. Bo'ldi, kuninglar xayrli o'tsin. Unda Zoomni yakunlaymiz.